Men kinomanman va bu O'lim daftari filmi. G'alati daftarni topib olgan talaba yigit unga yozilgan ism egalari dahshatli o'lim topishlaridan xabar topdi. Tokio oqshomida politsiyachilar qidiruvda bo'lgan odamni ta'qib qilishni boshlagandi. Olomon orasiga otilib chiqqan yigit yo'lidagi qizlardan birini garovga olib, uni otib tashlash bilan tahdid qiladi. Biroq kutilmaganda o'zini yomon his qila boshlaydi va yerga tars yiqilib, yurak xurujidan vafot etadi. Ertasi kuni tashqi ishlar vaziri o'rinbosari uydan chiqarkan jurnalistlar qurshovda qolib ketadi. Mashinasiga ulgura olmagan amaldor ham yerga yiqilib yurak xurujidan vafot etadi. U yerdan sal nariroqda qotillikda ayblangan kongressmenni dalillar yetarli emasligi sabab qo'yib yuborishayotgan edi, biroq u ham yurak xurujidan vafot etadi. Shu kuni shaharda anchagina odam kutilmaganda yurak xurujidan vafot etdi. Politsiya va jurnalistlar bu ish shunchaki tasodif emasligini va buning ortida kimdir turganligini taxmin qilishadi va uni Kira, ya'ni qotil deb atashadi. Ba'zi odamlar Kira tomon bo'lib olishadi, sababi jinoyat darajasi kamaygandi, ammo qolganlar bitta odam qolganlarning taqdirini hal qilishi mumkin emas deya hisoblashardi. Tunlardan birida yangiliklarda qandaydir yigit moliyaviy kompaniyaga bostirib kirib, xodimlarni garovga olganligi haqidagi xabarni yetkazishadi. Jinoyatchining ismi va yuzini ko'rgan Light ismli yigit o'lim daftarini olib tezda uning ismini yozib qo'yadi. Basharingga men sen topdim-a? Mana o'sha Bir necha daqiqa o'tgach, reportyor jinoyatchi kutilmaganda yurak xurujidan o'lib qolganligini e'lon qiladi. Ertasi kuni Light qizchasi Shiori bilan Kira haqidagi mavzuni muhokama qiladi. Shiori Kiraning qilayotgan ishlar xatoligini va qonun ustun ekanligini ta'kidlab, Light yurist bo'lgach odamlarga qonunan yordam berishi lozimligini aytadi, biroq Light ortiq qonunga ishonmasligini bildiradi. Bir necha kun oldin politsiya tizimini buzib kirgan Light bir qancha jinoiy ishlar fosh qilinmasdan bosti-bosti qilib tashlanganligini ko'radi. Bundan qattiq xafa bo'lgan yigit molday ichish uchun barga keladi va u yerda o'tirgan jinoyatchilarning odam o'ldirish qanchalik rohat ekanligi haqida valaqlashib o'tirganliklarini eshitib qoladi. Lightning ularga baqrayib turganligini sezgan bezorlar unga pichoq bilan tahdid qilib, ularni hech kim qamay olmasligini ta'kidlashadi. Shiori ham bu holatdan xafa bo'ladi. Light esa unga hikoya aslida nima bilan tugaganligini aytmaydi. Bardan chiqqan Light qonun haqidagi kitoblarni axlatga uloqtirib, tizimning qanchalik jirkanchlashib ketganligidan nafratlana boshlaydi va bir ikki qadamdan so'ng mukofasiga o'lim daftari deya yozilgan kitobni topib oladi. Uni o'zi bilan olib kelgan yigit kitobning birinchi varog'ini o'qiydi. U yerda esa bu kitobga ismi yozilgan kimsa borki, o'sha onda o'lim topishi yozilgan edi. Light buni hazilga yoyadi, biroq yangiliklarda qotillardan biri ozodlikda ekanligini eshitgach, uning ismini qiziqish uchun daftarga yozib qo'yadi. Ertasi kuni gazetada kechagi jinoyatchi vafot etganligi haqida o'qigach, bundan hayratga tushadi. U oldiniga buni tasodif deb o'ylaydi, biroq sal o'tib ko'chaga chiqqach, o'sha kungi bardagi bezorlarni ko'rib qoladi va bu ishni takror yozib qo'yadi. Ertasi kuni gazetada kechagi jinoyatchi vafot etganligi haqida o'qigach, bundan hayratga tushadi. U oldiniga buni tasodif deb o'ylaydi, biroq sal o'tib ko'chaga chiqqach, o'sha kungi bardagi bezorlarni ko'rib qoladi va bu ishni takrorlashga qaror qiladi. Bezorning ismini daftarga yozgan yigit unga qarab turadi. Bir necha daqiqa o'tishi bilan yuragini ushlab yiqilgan bezori yurak xurujidan vafot etadi. Kitob haqiqatdan katta kuchga ega ekanligini tushungan Light unga bitilgan qoidalarni o'qishni boshlaydi. Hayrat bilan uyga qaytayotgan Light kutilmaganda o'zini Ryuk deya tanishtirgan dahshatli mahluqqa duch keladi. Uni faqatgina kitobga egalik qilgan inson ko'ra olardi xolos. Aynan u kitobni Lightga ro'paro qilgan, sababi u odamlar bundan qanday foydalanishlarini ko'rmoqchi edi. Yigit bu kitobdan dunyoni jinoyatchilardan tozalashda foydalanishga so'z beradi. Oradan 4 oy o'tdi. Politsiya hali ham sirli qotilni izlayotgan edi, biroq hech qanday iz topisha olmaydi. Bu ishga biriktirilgan detektivlardan biri Saitira Lightning otasi edi. Politsiyachilar har qanday ma'lumotga zor edilar, shu sabab El laqabli daho bilan hamkorlik qilishadi. U esa yordamchisi orqali masofadan turib aloqaga chiqadi. Sodir bo'lgan barcha o'lim holatlarini analiz qilib chiqqan daho qotil aynan Yaponiyada degan to'xtamga keladi. Buni isbotlash uchun politsiyachilar bilan reja tuzadi. Shu kuni tunda detektivlardan biri qotilni ushlash uchun ularda dalillar yetarli ekanligini ma'lum qiladi. Uning ismini ko'rgan Light esa shu onda kitobni ishga soladi va detektiv jonli efir vaqtida jon beradi.
Kutilmaganda ekranlarda El yorlig'i paydo bo'ladi va sirli daho bu shunchaki tuzoq bo'lganligini va vafot etgan odam o'lim jazosiga mahkum qilingan jinoyatchi bo'lganligini aytadi. Bu qotilni aldash uchun uyushtirilgan bo'lib, jonli efir faqatgina Yaponiyada ekran yuzini ko'rgan edi. El qotilni qo'lga olish va'dasi bilan efirni tugatadi. Light undan o'ch olmoqchi bo'ladi, biroq unda L harfidan boshqa hech narsa yo'q edi. Ertasi kuni L barcha o'lim vaqtlarini politsiyachilarga ma'lum qiladi va bu vaqtlar kollej dars jadvali bilan mos kelishini ta'kidlaydi. Bu esa qotil kollejda o'qishini va dars vaqtida odam o'ldira olmasligini bildirardi. Biroq Light ham ammasini buzog'i emasdi. U politsiya tizimiga buzib kirib, nimalar bo'layotganligidan xabar topadi. Rejadan xabar topgan Light kitobdagi qoida bo'yicha o'lim vaqti va sababini ham o'zi tuzishi mumkinligini eslaydi va u ham reja tuza boshlaydi. Buni sezgan El esa qotil izlarini yo'qotayotganligini, demakki, politsiyachilar ichidan kimdir unga ma'lumotlarni berayotganligini aytadi. Bir necha kundan so'ng Ryuk bilan sayr qilib yurgan Light kimdir uni kuzatayotganligini sezib qoladi. Ryuk bir odam 2 kundan beri uni kuzatayotganligini, biroq